Qarg'alar. Oranglarda bironta aqllirog'inglar bormi? Savolim bor edi. Men qara. Qarg'alarni juda uzoq umr ko'radi deyshadi. Yoshing nechida? 376 da. Voy. Juda uzoq umr ko'ribsan-da. Men dunyoda 40 yil yashadim-u, zerikib ketdim. 376 yil nima qilding? Hech narsa. Yedim, ichdim, uxladim, nasl qoldirdim xolos. Uyat senga. Bu dunyoda 376 yil yashabsan-u, aqlsizligingcha qopsan-da. Senda taraqqiyotdan asar ham yo'q-u. Qara. Kasb shiming ham yo'q, poyafzaling ham yo'q. Hech bo'lmasa qo'lingda telefoning ham yo'q-u. Yalangoyoqligingcha qopsan. Men qara. Kallani ishlatsang bo'lmaydimi kallani? Aqlsiz. Janob inson, aqllatta pitta bilan, arzimagan sun'iy matolar bilan yoki kopirlar bilan emas, balki sof fitratga mos tarbiya va ta'lim bilan belgilanadi. Sen aqlli ekansan-ku, ha? Lekin 376 yil baribir juda uzoq umrda. Masalan men sen o'rningda bo'lsam 376 yil mobaynida dunyoning eng yaxshi universitetlarida o'qirdim. Eng kerakli tillarni, kerak bo'lsa hamma tillarni o'rganib chiqardim. Eng muhimi, biznes, imperiya tuzardim. Dunyoning eng boy odami bo'lardim. Ana u Rothschildlar bor-ku, o'shandan ham boy bo'lardim. Hozirgi Elon Muskga ustozlik qilardim kerak bo'lsa. Endi o'zimizni Alisher Usmonovdan albatta boy bo'lardim-da. Xullas, xohlaganimni qilardim. Bu dunyoda kayf va safo qilib yashardim. Nima deding? Ha? Xo'sh, undan keyinchi? To'g'risini aytsam, shuni sendan so'rayman deb keldim. O'zi dunyoda qanday yashash kerak? Buni mendan emas, ulug'lardan so'rash kerak, janob inson. O'sha ulug'larning telefonimi, manzilimi bormi? O'la. Siz qanday yashashni kimdan o'rganyapsiz?